Yuzda obunachilariga assalomu alaykum. Obunachilar hayit o'tdi, narx-navolar ko'tarildi deb o'ylayotgan akalarimizga net o'ylashadi. Bugun narx-navo ko'tarilmaydi. Bugun narx-navolar hayitdan oldin sotilayotgan narx-navolardan doxolasa pastida bo'ladi. Molimizni soni ham unaqa ko'p emas. Doxolasa sifatli ma'nolisidan olib kelganmiz. Endi 1 oy boqasimi, 5 oy boqasimi yoki 1 yil boqqan taqdirimizda ham Xudo xolasa kelajagi bor narsalarni olib kelganmiz va foyda qiladigan narsalar. Xudo xolasa mendan oling, adashmaysiz. Bir hafta boqing, bozorga olib chiqing, 300 ming, 400 ming, 500 minggacha foyda qilmasa, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum, Vodiyuz kanalining yashayotgan obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka do'st birodarlar. Obunachilar, va xolasa videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Yangi partiyalarimiz yetib kelgan. Soniga ko'p emas. Soniga 7 bosh. Xo'p, biz akalar o'zimizning mini firmamizdamiz. Manzillarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Qatag'on mahallasidan o'sha arzonchi va optimchi Abdulhakim Abdurashid desalaring, xudo xolasa hamma taniveradi. Adresimiz tayin. Xo'p, soniga 7 dona dedik. Akalar puli yengil. Puli arzon. Bozordan arzon akalar. Bozordan qimmat, bozorda arzon bo'lyapti degan akalarimizga xudo xolasa mana bugun o'zimiz ham Yangi Qo'rg'on Bekobod bozorimizga chiqdik. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib syomka qilishga harakat qildik, manfaatli video qilishga. O'tib, xotirjam solishtirib ko'raverasizlar. Videoni ko'p cho'zmaymiz, kun issiq, mollarimiz issiqda ko'p turg'izmaylikda. Ukamizga yuzlanamiz, o'zi chiroyli qilib narx-navosini yozib beradi. Men senga Xudo xolasa narx yengil bo'ladi. Biz doim arzon sotganmiz. Xudo xolasa. Bizdan olgan odam baraka topish kerak. Nimaga 5 ta qo'l uchun o'zot qilib sotmaymiz. Joning sog'. Ozgina bizga yetadi to'g'risiga. Toma ko'l bo'lar deydi, bekarga emas shu narsa. Buni kattalar aytgan, biz aytmaganmiz. O'sha tomib ko'l bo'ladi. Xudo xolasa azida shirin, hammasi ham. Bizdan olishsin, maza qilishsin, baraka topishsin. Ertaga biz ham kelajak bor narsalar qilamiz. Mana shunday mollarni ko'rsating, hammasi korpuslari, masalan, suyak holati, hammasi kelishgan narsalar. Xolasa yaxshi narsalar. Mana shularni ayni taqatiq aytganda baldag'i bo'lsa, mana ortim shu shved unaqa deb turib ko'pirtirib ovozlarni hal qilish kerak yo'q. Xudo xolasa to'rtta tuyoq bitta kellar, lekin zot toza, xudo xolasa kelajagi bor narsalar. Hammasi ham. Bo'ldi. Obunachilar bitta ko'rsating. aytishlaring mumkin, ozginaga kim ish qiladi, bu yo'q narsani gapirma degan akalarimiz. Akalar, bizga to'g'risi gap 200 ming, 200 ming, 300 ming, 300 mingdan qolsa yetadi, dangal. Nimaga? Biz sonadan ish qilamiz-da. Sonadan. Endi bu safarga endi 7 ta mol bo'lib qoldi xolos. Boshqa safar mana chiqaryapmiz o'zimiz ham. 50 ta chiqaryapmiz, 40 ta chiqaryapmiz. Yo'q deganda 20 ta, 25 ta mol chiqaramiz-da, akalar, to'g'risiga. Xudo xolasa soniga ishlaymiz asosan biz. Xo'p, Abdurashid beshalasini bitta qo'yib berasanmi? Beshalasini bitta qo'yib beramiz. Endi mollarni ko'ring. Mana shu mollarni. Molni akalar yaxshilab ko'ringlar. Oyoq qo'llari, mana oyoq tuzilishlariga ham yaxshilab e'tibor bering aka. Orqa boshlariga. Mana shu mollar o'zi 13,5 ustida 14 million yoki 13 million 700, 800 qilib sotganman o'zim, shaxsan o'zim. Lekin unaqa narx bo'lmaydi bugun. Mana shu mollarni ham ko'ring. Mana shu molimiz muhtoj tushmagan ekan. Ey barhamcha tushmagan. Buni 50ligini ko'ring. Korpusda ham oyoq qo'llar. Aka, yosh narsa mana ostlardan ham, ostki sohalardan xotirjam bilsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa beshalasi ham bir-biridan uradigan narsa, o'tadigan narsa. Oq quloq, oq tumshuqlar. Bitta ana shu qorasida bitta qora tumshuq olgan. To'ralasi ham oq quloq, oq tumshuq. Xo'p. Abdurashid bo'ylarni o'lchaganmisan aka buni? Bo'ylarni aka, olishaveradi 90 dan 95 gacha. 90 dan 95 gacha. Emas, o'lchasa. Aka mana, oyoq qo'llarni ham ko'ravering. Toza stakan tuyoq. Xudo xolasa mollar narxiga ham, sifatiga ham liboy tarabiya solishtirishaveradi. Bozorgami, boshqa savdogargami, kanalgami, hammasiga solishtirib keyin menga telefon qilishaversin, ishlarni bitirishsin. Kevka. Lekin soni cheklangan, erta shashib qolishsin. Nimaga? Bunaqa narxda bo'lmaydi. O'zim 13 million 800 yoki 14 million sotdim dedimmi, bugun unaqa narx emas. 13,5 million so'm ham yo'q narx. 13 million 200 dan qo'ymoqchiman, to'g'risiga aka. Telefon qilsa o'tib beraman. Telefon qilsa chiroyli qilib o'tib berasan. 13 dan olishsin bo'ldi aka. Beshalasini bir joyga tortdim degan mart odam telefon qilsa, masalan, o'zi yuragida o'ti bor. Olishsin bo'ldi, mana ketdi. Babaraka. 13 million so'mdan. Uylariga yetkazib beraman. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bilan. Otangga rahmat deymiz. Obunachilar xudo xolasa bunaqa narx bugun bo'ladi. Ishoning bugun bo'ladi. Nimaga? Ertaga yangi partiya kelyapti. Ertaga bunaqa narxda bu mollarni aniq ololmaysiz. Nimaga? Arzonroq keldi, soni oz. Puli yengilroq keldi.
yengil sotyapmiz. Xudo xolasa, yangisiga qiziqishga harakatdamiz. Mollarimizni yaxshilab ko'raveringlar aka. Qorin sohalari, orqa oyoq, old oyoqlari, xudo xolasa, orqa bosh ingichka. Mashmol haqiqatan turmas ekan. Tushmagan ekanda mashmol. Orqa bosh ingichka, yo'g'asam orqasi past. Qo'pol qilib aytganda eshakka o'xshagan mol yo'q orasida. Liboyizga solishtirib ko'ravering, xudo xolasa bunaqasi faqat arzonchi Abdurashid va Vodiy yuzda bo'ladi akalar. Xo'p, bundan 2 dona sal yiroq kerak degan akalarimizga. 2 dona yiroqrog'i, xudo xolasa bular ham yaxshi. Korpuslari, holatlari. Mana siz ham rosa to'lovga kelib qolgan. To'lov yotibdi mana, jullar to'kilib. Ko'ring. Xudo xolasa bu ham bir qop kepak yeb-yemay to'lab bo'ladi, rostman. Bir kishi astini bo'lsa ham 1 soat tursa, yulib qolsa agar tulatib qo'yar. Xudo xolasa yaltirlar yotibdi, baquvvat narsalar. Yedishtisi garantiyali. Xudo xolasa vodiy yuzidan olishyaptimi? Garantiyali yerdan olishadi. Shoqim orcha o'smas ekan janovarga. Nimaga olgan odamni o'rintirib qo'yib hech kim baraka topmaydi. Nimaga ozgina foyda qilsa halolidan qo'ymasin. Birovni o'rintirib qo'yib, boshqa qilib yoki 500 ming 1 million ustiga qo'yib olib turib, enaga olib borgandan keyin masalan hamma uyda ham har xil sharoit bor-da. Bir haftadan sotadigan palajina bo'lib qolsa, bozor g'ayibchisi 500 ming 1 million kamiga so'rab tursa, undan yomoni yo'q-da. To'g'ri, olgandan keyin Biznikida Xudo xolasa yaxshi niyat qilyapmiz, yaxshi niyatda o'shanga yarasha harakat qilib sotyapmiz. Bir haftadan keyin yoki 10 kundan keyin olib chiqsin, foydasiga so'raydi. Xudo xolasa foydasiga so'raydi. Nimaga biz azina foyda qilamiz, sotamiz. Mana shu mollar. Abdurashid bo'ybasini qanaqa berasan aka? 95 dan plyusda, bular 98 mi chiqadi mana shisi. 97 mi shunaqa. 98 plyusda olishaveradi. Olishaveradi. Holasi 90 dan ham olishaversin. Bu material emas, bu hayvon. To'rtta tuyoq bitta kalla. Buni 7-chisiga beramiz, garantiyasi bir haftaga beramiz, ha? Qimmat arzonligi ham 3 kungacha garantiya beraman. Hali men shu paytgacha birorta molimni qimmat demagan biri. Lekin biri nabodanda aytib qo'ygan taqdirga ham 3 kun ichida birortasi qimmat deb qolsa, bemalol olib kelib tashlab ketaversin. Ulardan so'raydigan narsamiz olib bersa bo'ldi. Olib bersin bo'ldi. Men shatir oyoqlarni tagida 5 minutda bo'lsa beraman. Joning sog' bo'lsin. Ertaga beray yoki sotgandan keyin beray deyilmaydi. Oyoqlarni tagida 5 minut ichida pul shatir qo'yib qo'yaman. O'ylamay telefon qilishaversin bo'ldi aka. Keng. Garantiyali yerda turishdi. Mana ikkalasini bor-ku. Hop. Olasiz mana buni ham martma. Bo'lar bo'lmas gapirimman 26 million so'mga yetkazib beraman. 26 million so'm. 7 tasi ham 13 million so'mdan ketdi bo'ldi men. Telefon qilishadi, chiroyli qilib o'tib berasan. Telefon qilishsin o'tib beraman bo'ldi. Barak, joning sog' bo'lsin. Obunachilar, like bosib, maksimalni poddushka qilib akalar. Kommentariyaga otangga rahmat deb yozib keting. Xudo xolasa, nimaga arzon qo'yding degan ukalar, akalarimizga, obunachilarga, aka, uka, opa-singil, hojati, hojinalarimizga bugun Abdurashid ukam tug'ilgan kuni o'shanga bir bugun 21 yosh qabul qildik. Xudo xolasa umringiz sog' bo'lsin uka, doim baxtimizga sog' bo'lgin. Bugun 21 yoshga kirdi. Xudo xolasa shuni munosabati bilan bo'lyapti bunaqa narx. Ishoning. Xo'p, nima deymiz? Akalar, like bosib, obuna bo'lib, mana shunday sifatli, arzon ko'chat buqacha olaman degan do'st birodarlarga, qarindoshlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Sizlar sababli Xudo xolasa u akalarimiz ishlari bitib qoladi. Biz videolarimizga yakun yasaymiz. Akalar, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Ishonaring, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa eng zo'r arzon sifatli garantiyalisi faqat Vodiy yuz va Abdurashid arzonchida bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka.